Ha, şimdi işlatamsizlar. Yaxshi donlama. Tazı bek öteydi. Bu qaylanlar edigen kelsem işlerdi tanla bu. Hazır işlerdi gibi tamak mıyım? Şu dünyada futkul yapma xotulub zalamdaq. Edigen tamak etip dola. Yabım tamak etip çıkılsa mavaqçı yok. Bo'libdi. Ha biz zo'nga tamoq pishib qolgan, zo'nglar chilla bo'lmasa. Boş rahmat. Bana az kaldı. Bo'ldi, bizam ishlarni olib qolsam, etsini yoqlab kelaymi? Aqli. Nimenin qaynamda bilan tutib tursa, so'maga chiqmada. Ash qo'yaslar budaqchi. Mani bir ilib, bazar chirib, 2 kilo shoxla, 2 kilo laza, 2 kilo basi, 2 kilo jag'da, 2 kilo go'sht ashqinga bir tuzilib yemamla. Anda itay. Yetildim şu an. Pulni yetmaydiganligini bildiganlar. İşkepti bura manga 200 koy pulni bergancha. Uyga yog' olma, go'sht olma, suv olma, tok olma, balliq qaylayma. Ash pul yetamda. Manga bir 20 ming koy berib atganda bütün ishqa perini satanglanba. Vay bir ketmeni bir men tutay. Uy ishlerini bir sili qilmamla. Baka ketmemle burada qo'yib enjini tekkan bitaman. Degan nazar maldi xotullar g'ayvat qilib o'tirib, nim desam bo'larki deb men hikoya to'qib chiqdingina. Unda qilmadim. Voy sen bilmemdim ben. Bir tangirtaq kino studiyasiga intam suy tekib turgan emasa. Unutulgan degan nazar. Asımlacımni o'chirib chiqdim yo'qlab. Nim bo'libdi-ka? Kaltamretga solib qopti ekan. Sen yig'lab qo'ygan chedingina. Kaltamrek solib qolgan bo'lsa 189 99 25 04 20 degan telefonni unidor qo'shib, ashunda maslahat so'rab bo'ldi emasmi? Shuni deb berdim shu. Ashunda depirishga endi uzoq vaqt ketdimi? Voy qiz tug'ibdi ekan. Qiz tug'sa imtib qo'ygan cheding, nimgaring va haqla. Ayan mal nima shulabda? Yana ayliq urayim jonayla qiz hech bu. Tamam,